Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar Namali Vlogs, Salom Vlogs kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yishingizni so'raman do'stlar. Biz mana qiziqarli videolarni chiqarishni boshladik. Harakat qilamiz qiziqarli video chiqarishni va qo'y, mollarning narxini iloji boricha sizlarga chiqarib o'tishlikka harakat qilaman. Qo'ylarni qirg'iz qo'ylardan harakat qilib chiqarib boraman. Kanalimga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni so'raman. Qani bo'lmasa videoni boshladik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana biz sizlarga qiziqarli video qilishni boshladik. Mana va qo'zichoqlarni chiqarishni video qilishni boshladik. Xudo xohlasa mana o'zinglar ko'rib turganidek semiz Bishkek qo'zichoqlari, Bishkek qo'zichoqlarini olib kelingan. Hammasiga fukata kelgan. O'zi hammasi sotilib bo'ldi. O'zi bu yerda 8 donacha qo'y qoldi sotiladigan, aniqrog'i qolganlar sotilmaydi. Narxiga kelsak 3 million so'mdan. Manzil Namangan shahri, dastlabkisi bor do'stlar. Bemalol telefon qilib aniq qilishinglar mumkin. Murojaat uchun telefon numerini ekran ustiga yozib qoldiraman do'stlar. Donapsi eksonga, to'yro'g'raga bemalol olib so'yishinglar mumkin. Bexijolat, xijolat qildirib qo'ymaydi do'stlar degan umiddaman. Do'stlar, like bosinglar, like gumbillatib do'stlar. Ko'proq like bossangiz videoyim ko'proq tarqaydi degan umiddaman do'stlar. Do'stlar, qancha ko'p like bossangiz o'shancha videoyim ko'p tarqaydi. Men sizlarga harakat qilib iloji boricha shunaqa qo'zichoqlardan va ozroq kichkina qo'zichoqlardan va boqadigan qo'zichoqlardan qilib sizlarga video qilib chiqishlikka harakat qilaman. Xudo nasib qilsa. Ko'rib turganingdek, semizgina to'lachigina hosil boqilgan. Murojaat uchun telefon numerini ekran ustiga qoldiraman do'stlar. Donishsa bundan ham yaxshiroq qo'ylarni olib chiqishga harakat qilamiz va boqadigan qo'ylarni, kichkina qo'zichoqlarni olib chiqishga harakat qilamiz va ozdongina harakat qilib donishsa olib chiqishga harakat qilamiz. Sizlardan faqat like va obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Mana qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Shuningdek imkon qadar va mol qo'ylarni ham olib chiqishga harakat qilamiz va to'q qo'ylarni ham harakat qilamiz olib chiqishlikka. Donishsa sizlarning fikr muhozanani kommentariyga yozib qoldirsangiz o'shanga qarab video qilib chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Sizlar Namali Vlogs kanaliga xush kelibsizlar.